Orqalariga kafellarni yopishtirib qo'yganmiz. Boshli-moshlari, hamma mexanizmlari Daochida ishlaydi. Pul yengilroq deydiganlarga laminat materialdan foydalanganmiz. Shunday seriya gulli akrildan foydalanganmiz. Assalomu alaykum barchaga. Bugun Qumtepa bozoridagi sotuv joyimizdan oshxona mebellarimizni obzorini davom ettiramiz. Hop, birinchi mebelimiz uzunligi 280, balandligi 220 bo'lgan akril materialdan tayyorlanganmiz. Orqalariga kafellarni yopishtirib qo'yganmiz. Bu yerga varishniy panel hamda vitskaga joy tashlaganmiz. Bu mebelimiz ham oshli-moshlari, hamma mexanizmlari Daochida ishlaydi. Ustidagi siroqlarni ham montaj qilib tayyor qilib qo'yganmiz. Bu mebelimizning narxi 4,4 million so'm. Undan keyingi mebelimizga o'tadigan bo'lsak, uzunligi 2 metr. Mana shunday seriya gulli akrildan foydalanganmiz bunga. Buning orqasiga tekstoletni yopishtirib qo'yganmiz. Doskasi 308 lik qalin doskadan qo'yib berganmiz va bu mebellarimizni g'aladonlarigacha Daochilik mexanizmlardan qo'yganmiz. Bu mebelimizning narxi 3,4 million so'm hisoblanadi. Undan keyingisi 270 lik pul yengilroq deydiganlarga laminat materialdan foydalanganmiz. Bu 270 lik shkafimizning narxi 3,6 million so'm. Hop, bundan keyingi shkafimizga o'tadigan bo'lsak, 240 uzunligi, balandligi 220. Bu ham laminat materialdan tayyorlangan, oshli-moshlari Daochilik. Orqasiga kafel bosib qo'yganmiz. Doskasi 308 lik statsiyadan qo'yganmiz. Buning narxi 3,2 million so'm. Sizlarga ham mana shunday mebellar kerak bo'lsa, ushbu raqamlarga murojaat qiling. Farg'ona viloyati bo'yicha bepul yetkazib beramiz. Kommentariyada o'z izohlaringni qoldiringlar. Bizning manzilimiz Marg'ilon shahar Qumtepa bozorida joylashgan. Videoni mebel oqtarib yurgan do'stingizga jo'natib qo'ying.